bola tug'ilganda 7 yoshgacha shoxdagi tarbiyalash kerak. Aytganini qilish kerak. Nima desa aytganini qilish kerak. 7 yoshdan 14 yoshgacha qattiq qo'l bo'lish kerak. 14 yoshdan o'tgandan keyin do'stona gaplashish kerak ekan o'g'il bola bilan. Ana shunda bola tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Hali bir narsa men internetda ko'rib qoldim, o'shadagi bir yigit aytdi, bir kattaroq odam o'g'il bolani yoshligidan o'g'il bola qilib tarbiyalash kerak. Qanaqa desa, bir odam o'g'lini o'rmonga olib kelibdi-da, endi o'rmonga olib kelibdi-da, yosh yigit ekan, ko'zini boylab qo'yibdi. Agar dedi sen shu yerda kechqurun olib borgan, ertalabgacha ko'zingni niqobini yechmasdan shu yerdagi o'rmondagi hamma baqir-chaqirlarga, qo'rqinchli narsaga chidasang, ertalabda ko'zing niqobini yetsang, sen shunda o'g'il bola bo'lasan der ekan. O'g'il bola bo'lasan degan ekan. De otasi o'g'lini ko'zini boylab ketgan. Bola ko'zini yechmasdan hamma narsa qo'rquvlarga bardosh berib turgan o'shatda. Ertalab ko'zini ochsa, yonida otasi turibdi. Ali bola aytibdi, "Xursandman, ada" debdi, "Siz keldingizmi, yetib keldingizmi?" desa, "O'g'lim" debdi, "Men shaq ketganim yo'q" debdi. "Men shu yerda yoningda edim" debdi. Chunki ota o'g'li boshiga nima ish tushmasin, nima bo'lmasin, baribir yonida bo'ladi. Qalqon bo'lib turadi. Chunki o'sha bolani o'zini tashlab kelgan. Lekin bola shunga sabrli bo'lgan. Otani aytganini qilib, ko'zini niqobini yechmagan va ertalab ko'zini ochgan. Ota shu bolasining yonida turgan. Chunki ota tashlab keta olmaydi bolasini. Shuning uchun bir chiroyli gap bor, o'shaga eshitgan bo'lsangiz kerak. Hali otasi yonida tursa, o'g'lini yelkasiga qo'yadi, qo'lini qo'yadi, o'g'lim kim kuchli, kim zo'r. Sanmi, manmisi bola, men zo'rman deydi. Zo'r gapdi bu hali. 3-4 marta so'rasa, otaning jahli chiqib, noto'g'ri tushunib, qo'lini olib ketgandan keyin oxirmatda aytdim, "Kim zo'r o'g'lim? Ana endi siz zo'rsiz ota" deydi. "Ne unaqa dedingiz? Chunki siz meni yonimda edingiz. Chunki siz meni yonimda o'shaning uchun men zo'r edim" deydi. Shuning uchun farzandlarimizga, o'g'illarimizga har doim zo'r bo'lib qolishimiz kerak.